Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh yana bir darvozamiz tayyor. Samarqand fason darvoza. Chekkalar narishkali bo'lgan. Shirshaviy ildiz 3 qavat. 3 qavat shirshaviy bo'lgan. Buni tagida 1.8, orqasidan ham shipka bo'lgan 1.8. Gullari mokriy asfalt svetda. Ramkalar 8 ga to'g'ri 1.3 bo'lgan. İchki ramkalar 6 ga to'g'ri 1.3 tenka bo'lgan. Kesaklari tomda yo'llari taglari 10lik shvellar bo'lgan. Arzon va qulay sifatli, sifat birinchi darajada inshaalloh. Asl temir darvozada. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.